Parij shahrida bo'lib o'tgan Olimpiya o'yinlarida O'zbekiston sport delegatsiyasi misli ko'rilmagan yutuqlarga erishdi. Bu yutuqlar albatta yosh avlod qalbida sportga bo'lgan muhabbatni yanada oshirdi desak, hech ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bugungi kunda Los Angeles Olimpiadasida ishtirok etadigan terma jamoalarimiz safini iqtidorli yosh sportchilar bilan to'ldirish vazifasi qo'yilgan. Shu maqsadda tashkil etilgan Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari musobaqasi bugun Toshkent shahrida ko'plab yoshlarni o'ziga jalb etdi. Mirobod tumanida tashkil etilgan yengil atletika bo'yicha musobaqada 280 nafardan ortiq sportchilar imkoniyatlarini namoyish etdi. Poytaxtimizning Mirobod tumani 1-son sport maktabida tashkil etilgan Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari sport musobaqalarining mintaqaviy bosqich bahslarining tantanali ochilish marosimida 15-17 yosh toifasidagi 300 ga yaqin sportchilar jam bo'lishdi. Tadbirda so'z olgan Toshkent shahar sport boshqarmasi boshlig'i Bekzod Ubaydullayev mazkur musobaqaning ahamiyati va yoshlar uchun foydali jihatlari haqida so'z yuritib, bu yangi formatdagi sport tadbiri ko'plab iqtidorli o'g'il-qizlarni kashf etishiga ishonch bildirdi. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari va Prezident Olimpiadasi 3 bosqichli sport musobaqalarini tashkillashtirish, o'tkazish davlat rahbari tomonidan 2025-yil 13-fevral kuni sport masalalarida o'tkazilgan video selektor davomida berilgan topshiriqlarga ko'ra, mana shu musobaqalarning hozirda birinchi bosqichi, ya'ni mintaqa bosqichini tashkillashtirdik. Bu musobaqalarda o'tkazish tartibi qanday? Bu musobaqalar ishtirokchilari Toshkent shahridagi sport maktablari sportchilari, shuningdek umumta'lim maktablarida tashkil etilgan to'garaklarda shug'ullanuvchi sportchi yoshlar. Undan tashqari rasmiy va norasmiy xususiy klublarda shug'ullanayotgan sportchilar o'rtasida tashkil etiladi. Mazkur musobaqada 1-, 2-, 3-, ya'ni g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilar avgust oyida o'tkaziladigan hudud bosqichiga, ya'ni Toshkent shahar bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritadilar. Bu musobaqada ishtirok etish tartibi qanday? Demak, hozirda ERP elektron platformasi orqali 1400 dan ortiq arizalar kelib tushgan, ya'ni faqat yengil atletikani o'ziga harakat qilyapmiz. 1400 nafar bolani mintaqa bosqichida to'liq ishtirokini ta'minlashga. Musobaqa dasturidan jami 10 ta sport turi joy olgan. Hozirda yengil atletika bahslariga start berilgan bo'lsa, demak 26-maydan boshlab bizda taekwondo VTF sport turlari start beriladi. Musobaqada Mirobod, Yashnobod, Bektemir, Mirzo Ulug'bek tumanlaridan kelgan yigit-qizlar yengil atletika sportining 9 ta turida omadlarini sinab ko'rishdi. Jumladan sportchilar uzunlikka va balandlikka sakrash, uloqtirish turlari hamda 110 metr masofaga to'siqlar osha yugurish va 2000 metr masofaga kross yugurish dasturlarida g'oliblik uchun kurash olib bordilar. Tashkilotchilar mazkur bahslarning yuqori darajada o'tishi uchun hamma sharoitlarni yaratib berishdi. Biz Yunusobod tumanidan kelganmiz. Yengil atletika bilan shug'ullanamiz. Professionalni men 3 xatlab sakrayman. Ibotga keldik sakrashga. 4.95 uzunlikka sakrashdi, 11.5 3 xatlab sakrashdi. Shaxsiy rekordim har doim hammadan zo'ri, bir-biridan zo'ri chiqadi. Men o'zimni maksimumni ko'rsatishga harakat qilaman bo'ldi. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari musobaqa dasturidan jami 10 ta sport turi o'rin olgan. Unga ko'ra ishtirokchilar boks, taekwondo WT, dzyudo, erkin va yunon rum kurashi, yengil va og'ir atletika, stol tennisi, badiiy gimnastika va 3x3 basketbol turlari bo'yicha mahoratlarni namoyish etishadi. Jami musobaqa davomida 135 ta dasturda medallar o'z egalariga topshirilishi belgilangan. Sportchilarning kayfiyati yuqori. Ular orasida bu bahslar orqali Olimpiya o'yinlarida ham ishtirok etishni istayotgan qatnashchilar talaygina. Parij musobaqasida o'zimizning federatsiyadan ham 1-2 ta sportchilarimiz qatnashdi va bu biz uchun juda ham katta motivatsiya va qiziq bo'ldi va ularni ko'rib biz juda ham qiziqib va Xudo xohlasa Los Angelesga harakat qilishga o'zimizga endi kuch oldik. Bugun ushbu musobaqaning navbatdagi bahslari poytaxtimizning Yunusobod tumani sport maktabida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan.